Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Ko'ryapsizlar Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining nazar programmasi. Men Alim. Biz bugun Beijing Olimpik musobaqasi va Uyg'ur qirg'inchiligi ustida suhbat olib boramiz. Biz bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Iso Efendi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiy komitetining muavin raisi Elshad Hasan Efendini bu suhbatga loyiq taklif qildik. Suhbatimizga xush keldinglar. Rahmat. Bunda biz To'lqin Iso Efendi, yani bugün 2. ayının 4. günü Xitoy hükümeti resmi Beijing Olimpik musobaqasini başlagan bo'ldi. Başlagan bo'lsa-mu, albatta bu osonga to'xtamadi. Buningda Amerika boshliq g'arb ellari Xitoy hukumatining bu qitimqi Olimpik musobaqasini Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik ham insoniyatga qarshi jinoyat sababidan boykot qilgan bo'ldi. Ham uningdan sirf nurg'un davlatlar endi shu korona vabosini bahona qilib bormagan bo'ldi. Sizningcha Xitoy hukumati gerçi bugünkü kunda bu olimpikni Beijingda tantanalik bilan boshlagan taqdirdami? Sizningcha Amerika boshliq bu g'arb ellarining diplomatik boyqotining unumi qanchalik bo'ldi deb qaraysiz? Bu Xitoy hamda 2 yildan buyon nurg'unlagan bo'libmi davlatlar diplomatik boykot qilishning oldida 200 dan ortiq dunyodagi kishilik huquq tashkilotlari, buning ichida Dunyo qurultiyi bor, boshqa Uyg'ur tashkilotlari bor, Hong Kong, Tibet tashkilotlari va boshqa xalqaro tashkilotlar birlashib 2 yildan ortiq bir vaqtdan buyon Olimpik komitetiga buni to'xtatishni va boshqa yerlarga o'tkazish haqida harakatlar bo'lindi. Nurg'un matbuotlarga hatto biz Dunyo qurultiyi Olimpik sotiga arzim berdik. Axloq komitetiga shikoyatmi qildik. Şunun o'xshaydigan boshqa yana xalqaro tashkilotlar, Tibetliklar bo'lsin, Hongkongliklar bo'lsin, o'xshash shaklda nurg'un harakatlar olib berildi. Buni qaramay Olimpik komiteti buni Xitoyda o'tkazish irodasidan voz kechmadi. Eng oxirida bu harakatlar qarama-qarshi bir natija bermagandagidek, yana bu Beijingda o'tkazilayotgandagidek bir havo bor. Ama bu harekatlarning natijasi sizin deb o'tgandagidek Amerika boshliq ve 10 neçe devletinin bunu diplomatik boykot kılışıga muş hareketler sebep oldu. Nurgulgan matbuatlar çıktı. Gerçi bu olimpik Beijing'de ötküzülgen Xitoy xuddi g'alaba qilgan, dunyoning mayli Amerikaning bo'lsin, mayli boshqa buni boykot qilgan, diplomatik boykot qilgan davlatlarning bo'lsin va bir qism tenarikatchilar mi boykot qildi. Bunga qaramay mana biz buni o'tkazaylik deb Üzgü mında bir temenni koygan avalla boğanda qilgan bilan ama Xitoyning bir obrazı intayini zedilendi. Xitoyning bu yerda asliga akagil bo'lmaydigan darajada bir Uyg'urlarga nisbatan irqiy qirg'inchilik qilayotganligi, Hong Kong demokrasiyasini bostirayotganligi, Tibetlarda madaniyat qirg'inchilik qilayotganligi o'xshaydigan bunday narsalar keyindan o'tgan 2 yildan buyon nurg'un xalqaro matbuotlarda, hukumatlarda, parlamentlarda her orunlarda, hatta webinarlarda, tor yığınlarda en mühim bir mesele olup, yani Xitoyning bütün abdi beşirisi kundu dünyada sözlündiğen, meyli şahsi insanlarning, hatta mimandaşlıklarda olsun, insanlar oturuşiki komediya filmlerde olsun, muşunda kılıç arkalı Xitoyning bütün obrazı zedilengen, yani resva boğan bir nemege şahit olduk. Demek bunu diplomatik boykotning o'zi ham davlatlarning rasmiy shaklda bunga nisbatan harakatga o'tkazganligi ko'rsatib berdi. Shuning buning ahamiyati nihoyat zo'r va Xitoy bu yerda bu olimpikni tantanalik boshlab bugun buni qilgan bilan ammo u dardini yuzib berdi, chunki nihoyat muhim davlatlar buni diplomatik boykot qildi. Uningdan boshqa nurg'unlagan yuqori deb o'tganimizdagidek bu olimpikni maddi jihatdan qo'llayotgan shirkatlarning obrazi zedilendi. Hatta andan keyin u endi tenarkachilar uchun cho'ng bir ishkan bu. 5 yil 4 yil saqlaydigan gap. Chunki 5 yildan keyin u insonning yashi o'tib ketsa bunda bir imkoniyatlardan voz. Shuni nurg'unlagan tenarkachilarning vijdon so'rig'i qo'yildi ularga. Sen inson o'layotgan vaqtda bir oltin medalya uchun ketvatamsan degandagidek savollar, maqolalar yozildi. Demek bu yalnız Xitoyning obrazini ve Xitoyning ta'sir qilib qolmay, nurg'unlagan insonlarning vijdoniga savol qo'ygan. Nurg'unlagan hukumatlarning haqiqatan maddi manfaat tarafda turamsan, va yoki bo'lmasa haqiqatan insoniyatning qimmat qarashida, insoniy qimmat qarashida, demokratik qimmat qarashida va o'zing imzo qilgan 1948 yili qabul qilgan dunyoning irqiy qirg'inchiligini to'xtatish ahdnomasiga
bilip turib qo'l qo'yganmi deydigandagidek savollarni nurg'un davlatlarning oldiga tashlab qo'ygan bir harakat bo'ldi deb o'ylayman. Elshad Hasan Efendi, bu qitimqi Beijing Olimpik musobaqasiga masalan G'arbning birmi rahbari kelib qatnashgani yo'q yoki muhim diplomatlari. Hatto Hindistonmi tunagan Xitoyning Olimpikni diplomatik boykot qilganligini e'lon qildi. Ammo bugun qarasak, endi bu Beijing Olimpik musobaqasiga qatnashgan dunyoda mashhur endi davlat rahbarlari bo'lsa, birisi Putin. Uningdan qolgani shu Arab musulmon davlatlari, undan keyin qolgani qarasa shu O'rta Osiyodagi 5 davlat. Sizningcha bu G'arbning prezidentlari va davlat rahbarlarining bu qitim boykot qilishi ham bu Olimpikga qatnashmasligiga Xitoyga qanday bir zarba berildi deb qaraysiz? Xitoyninki Olimpikni o'tkazishda ikki maqsadi bor. Xitoyning emas, har qanday bir diktator hokimiyat bundaq keng ko'lamda cho'ng xalqaro faoliyatni o'tkazishda o'xshashlar ikki maqsadi. Birisi o'zininki xalqiga, yana naiti taraqqiy qilgan, bayashat bo'lgan, o'zininki iqtisod hamjiyat kuchlangan kuchini ko'rsatish. Ikkinchidan xalqaroga o'zining xalqarodagi cho'ng davlatlarning qatorida bir o'rin olgan davlat deb shuningga yetkazmoqchi. Ham shuni qoyil qilmoqchi xalqaroni. Endi biz bu ikki tarafdan qaraydigan bo'lsak, hozirgi dunyoning tuzumini kim tuzgan desa, Amerika boshliq g'arb dunyosi tuzgan. Shuning uchun bu hozirgi dunyo davlatlarining oldin qatoriga o'tmaydigan har qanday davlat cho'qim mushu Amerika boshliq g'arb davlatlarining o'rnidan bir o'rin ola olishi lozim. Olimpikda Xitoy buni ololmadi. Amerika qatnashmadi. Bütün demokratiya ellari, hatto bugun Hindistonmi qatnashmaydiganligini jakarladi. Shuning uchun birinchi maqsadi xalqaroni qoyil qilish, xalqaro davlatlar orasidan bir o'ziga tushliq o'rin olish. Bu jihatdan Xitoy butunlay mag'lubiyat uchirdi. Ikkinchi jihatdan hamda o'zining xalqini va o'zining haybisini qilish. Bu jihatda g'arb dunyosining bir rahbar kelmaganligi Xitoy xalqimi buni tushundi. Hattoki Xitoy zulm ostidagi Sharq Turkistondagi bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz, qozoqlar bo'lsin yoki Tibetlar bo'lsin, Tibetdagi bularning hammasi bu Olimpikda g'arb dunyosining bo'lmaganligidan Xitoyning bu hayvisining yog'an saxt ekanligini xalqmi tushunadi. Shuning uchun bu ikki jihatni elib etgan vaqtida Xitoy butunlay mag'lubiyat uchirdi. Xalqaro dunyosida o'rni ololmadi. Üçüncü yana bir tarafi var. O bo'lsa Xitoy davlati o'zining yuzini ham bu Xitoy madaniyatining bir qismi yuzini hamma nemadan cho'ng ko'rdi. Shuning uchun qo'shiq ashosimi, masalan, madaniyat inqilob mezgillarida dunyoni u yerni ozod qilamiz, bu yerni ozod qilamiz deb qo'shiqash İstanbul'un chingda bog'lab turib, sho'r to'lab yurgan Xitoylardi. Bugungi kunda bu yana amalga oshmadi. Garchi uning qo'shig'i to'ygan pulu bo'lgan bilan g'arb dunyosini hozirgi zaman madaniyatininki yana insoniyat madaniyatining vakili bo'lgan Amerika g'arb dunyosi buni e'tirof qilmadi. Buning bilan Xitoyning yuzi yakson bo'ldi. Shuning uchun elib etgan vaqtida bu 3 nuqtadan Xitoy mag'lubiyat, butunlay mag'lubiyat uchirdi. Tolg'on Isa Efendi, bu albatta bu qitim g'arb ellari, demokratik ellari boykot qilib va yoki koronavirus vabosini bahona qilib qatnashmagan bo'ldi. Ammo bu qatnashgan rahbarlar kirsak, albatta Rossiya, Xitoy bilan yaqin bo'lib, hozir Ukrainada jiddiy bir siyosiy krizis yuz berayotgan vaqtda albatta Xitoyga ehtiyoj bo'lgan Rossiya, hamda Rossiyaning prezidenti bilan keldi. O'rta Osiyodagi 5 davlatmi Xitoy hukumati $500 million yordam puli beramiz degandan keyin bu 5 davlatning raisi keldi. Ammo buningdan sirt kelganlar asosan masalan Saudiya Arabistonning raisi prezidenti Muhammad bin Salman, Pokistonning bosh vaziri Imron Xon va Arab Birlashma Xalifaligi qolgan ushaq arab musulmon davlatlarning davlat rahbarlari qatnashgan bo'ldi bu yerda. Ya'ni buningdan yana aniq ko'rib olg'il bo'ldi. Ya'ni bu musulmon davlatlar Uyg'ur degan bu musulmon bir millat Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir vaqtda buningga boykot qilishning o'rniga bular kelib Xitoyning raisi Xi Jinping bilan bir sahnada turib,
bu yerda Xitoyni muboraklayotdi. Yana birisi G'arb ellari Xitoyninki bu irqiy qirg'inchilikni ayblayotgan bir vaqtda bu musulmon ellarning mana mushunda vaqtda amaliyotda bular uchun bir yaxshi fursat Xitoyga Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik to'xta deydigan. Sizning nima uchun bunda bir kunda yana bu Arab musulmon davlatlarning davlat rahbarlari Beijing kelib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizayotgan Xi Jinping bilan bir sahnada o'tirib, bu musobaqani tabriklaydi deb qaraysiz? Bu naytı normal deb o'ylayman men. Çünkü neymiş normal diye vaqtida bu devletler, bu bağım Pakistan bo'lsin, Saudiya Arabiston bo'lsin, bu devletlerini ki ismi Müslüman devlet olgan bilen ama bular hiçbir zaman İslam'a vekillik kılalaydigan insanlar emas. İslam degan adaletni, haqqoniyatni her qanday yani beşik kılıç tutsumu adalette zulümge karşı duruşta teşebbüs kıladigan adaletlik bir din. Ama bular hükümranlık vatkan bu devletlerde Xitoy bilan o'xshash qimmat qarashiga ega bo'lgan devletler, hükümetlerde. Çünkü adaletsizlik mevcut, parxo'rlik ig'ir. Faqat o'xshamaydigan yeri nurg'ulg'an michitlar bor bu devletlerde. Michitlardan ezan ovozlari anglandi, faqat namoz o'qish erkinligi bor. Uningdan boshqa so'zlash erkinligi, neşriyat erkinligi, yig'ilish o'tkazish erkinligi o'xshaydigan, ya'ni insonlarning tabiatida bo'lgan erkinliklerinin hemisi Xitoyga o'xshashdan cheklangan bu yerda. Cheklangan. Shuning uchun bular bu qimmat qarashda o'rtaqlik ega. Xitoydan biroz yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin, ama yani u yerda bir irqiy qirg'inchilik yo'q o'zining vatandoshlarga, ama Xitoyda bir irqiy qirg'inchilik bor. Ama abiyatni yuqoriga o'xshash deydigandek mayli fikr erkinligi, yig'ilish erkinligi, adolat, uchuqliq bu nuqtalarda kelgan vaqtida tamamen bu Xitoy devletinin, Xitoy diktator bir rejim bilan o'xshashligiga bo'lganligi uchun bir-birini qo'llashga, bir-birini mudofaa qilishga ehtiyoji bor. Chunki bu Arab bahorida ko'rdik bu hadislarni, o'zining xalqini bostirish uchun bular Xitoyning misal evatidi, Xitoyning o'rnak evatidi, Xitoyning texnologiyasidan foydalanyapti. Shuning uchun biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yığınlarına bağa vaxtında uçuk görüvatımız iyede devamlı birbirinin ki cinayetlerini yuşurup birbirinin iyede sözcülüğünü, bayanatçılığını birbirinin kollalığa şahit olduk biz. Bu hareket mi şunda? Okşaş hareket şunu ulada kopup bu Şarkı Türkistan'da epirvatkan bu irqiy qirg'inchilikqa narazılık bildirdiğin cesaret, undaq bir his va yoki undaq bir adalet duygusu yok insanlar. Bular Xi Jinping o'xshashlam adalet tuyg'usidan merhum o'zining xalqiga zulm qilayotgan diktator bir insonlar. Shuni u yerga berishni men normal deb o'ylayman. Yaşada Hasan Efendi, bu hazır endi Necvat'ın yakımı şu, hazır ma Olimpikning başlaşı bilan texmo endi Xitoyga bir diplomatik yoki bir teşviqot fursati bo'ldi. Ya'ni Amerika boshliq G'arb ellarining atalmış aytayotgan bu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik masalasi mavjud emas. Agar biz Xitoy hukumati Uyg'ur musulmonlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan bo'lsak, bu Saudiya Arabiston, Eron, Suriya, Pokiston va yoki O'rta Osiyodagi bu musulmon bu davlatlar kelib bu musobaqaga qatnashmagan bo'ladi deb bildirdi. Sizningcha endi bundan qanday qaraymiz endi? Ya'ni birisi bu musulmon davlatlar garchi albatta bular islom diniga vakillik qilmasimi, ammo mushlar asosan islom prinsiplari, masalan Pokiston degan davlat. Uning asosiy qonuni bo'lsin, hem onun mevcut bulup, bir müstakil bulup, devlet bulup şekilleniş olsun, hemsi İslami prensipler asaslı boğan. Şunda boğanlık için bu G'arb ellari elbette yani bularni Müslüman devlet deb qaraydi. Bunda bir vaziyette bu olimpikda sizin için yani bu devletlerinin rahbarlarının yani olimpik musobaqasi içilish murosimi Xi Jinping bilan birlikda qatnashishi Xitoyga diplomatiya va tashviqot jihatda bir cho'ng bir foyda olib kelamdi. Menimcha bek cho'ng foyda olib kelinmaydi. Xuddi Dolqunesa deganga o'xshash. Bu davlatlarda garchi islom degan marka bo'lgan bilan amaliyotda buning rahbarlik ustida turgan, hokimiyat ustida turganlarda hech bir islomning, musulmonlarchilikning furug'i yo'q insonlar. Shuning uchun bular u yerga berishdagi maqsad, masalan, 2 kunning oldida bir xabarda chiqdi, 5 O'rta Osiyo 5 davlatga Xitoy yana 5 milliarddak mablag' soldiganligini, pul berib turdiganligini. Demak, bular shu pulga sotdi. İmran Xonmi pul og'ini mangdi u. Yerga berib, uni Pokistonga pul qarz olmoqchi, Xitoy mablag' soldi. Ammo bu yerda
biz farqlandirdiğimiz yani bir narsa var. O bolsa Müslüman dünyasındaki amma. Yani Abey Dolkun İsa Efendim degandek biz Arap bahırda kögen erkinlik, adaletlik, iman, ihsan izleydiğen haqiqiy vicdanı bilen, haqiqiy imanı bilen özünün itiqadıga cevap berimiz deydiğen puhralar, halklar. Bular bolsa biz Malaysiyanın koçularını görüvatımız, Indonezya'nın koçularını görüvatımız, hatta Hindistan'ın koçularını çıktı, Pakistan'da mı, Ağustan'da bolsa mı, yana biz için avaz çıkarıvatkanlar var. Bu demeklik, halk yana biz tarafta, hem de bu bir netçe parkur, yaki diktatörünü özünün yanıga apagan bilen Xi Jinping özüge nomer tatalamdı degende yok. Bu hakimiyetlerde hiç kaysıda adalet yok. Hemmisi kanxor, şunun için kanxorlar birlik geldi. Kanxorlarının birliği Qarakçı'dan 10 olsun, 5 olsun, 100 biriye kesme yani Qarakçı. Ulanın ismi özgürüp medeniyet yaki Ali Cenab özgermeydi. Yanıla Qarakçı, kanxor, yanıla kanxor. Dolgun İsa Efendi elbette bu Müslüman devletlerinin rehberleri elbette sizabetin tasvirlep ötep ketkenday. Bular elbette İslam vekillik qilmaydi, ama asasen hemisi diktatör. Özünün halkıga rahim qilmagan bir hakimiyetning başlığı, reisleri elbette Uyghur halkıga iş çağırtışına atayın. Şundan ama bu olimpik qatnışı işleş marasımı hayran qağıdak bir işim emas. Ama Dolgun İsa Efendi sizler Dünya Uyghur Kulti yakında mesela şu Irak'a joylashgan Dünya Müslümanlar Kengişi bilen yakında münasebet kurdunlar. Ular amma Xitoy hökumetinin Uyg'urlarga elib borgan irqiy qirg'inchiligini qattiq ayblab bayonot e'lon qildi. Sizningcha bu tashkilot qanday bir tashkilot? Buning musulmon dunyosida o'ynaydigan roli qanday bo'ladi? Ham Xitoy nima uchun bu tashkilotning bayonotidan unchalik cho'chib ketadi? Bu yer şari İmamlar Konseyi Bağdat'ta, merkez Bağdat'ta boğan Sünni ve Şia imamlardan dünyadaki meşhur danlık imamlardan 1300'den artık imamlarının bir araya gelişiyle kurulgan bir İslam dünyasında hel tesiri var bir organ. Demek abiyetin İlşat Efendim dep ötkendikidek bir kısım yani hükümetle tamamı Xitay taraf tutusu ama yerdeki halklar ve bir kısım hakikat tushunchasiga ega bo'lgan haqiqiy islomning ruhini yashashni orzu qilgan tashkilotlar mavjud bu davlatlardami garchi bu davlatlardagi hokimiyat ularni g'arb jamiyatlaridagidek demokratik jamiyatlardagidek erkin harakat qilish imkoniyatiga ega qilmasmi ama mavjud imkoniyatlarda ularni o'zining ovozlarini chiqaryotdi bu yer shari imomlar kengashi shu tashkilotlarning birisi bilan kuchlilardan birisi bular masalan shu o'zining bir qarindoshlar yani diniy qarindoshlar degan uyg'urlarga bo'layotgan bu irqiy qirg'inchilikni ishongan bilgan va buning uchun yuraklari vijdoni echgan insonlar bo'lganligi uchun bularning bu e'lon qilgan bayonot tunji bayonot emas uning oldidami olimpik munosabatlar emas irqiy qirg'inchilik munosabati bilan bir bayonot e'lon qilgan o'tgan yil shuni to'xtatishni talab qilib va olimpik yoz qolgan vaqtning o'zida musulmon davlatlarini musulmon tanarikachilarni bormaslikqa chunki u yerda islomning hukmi o'zining qarindoshlari qirilayotgan vaqtning o'zida uning qatnash to'g'ri bo'lmaydiganliklarini ifodalab bir bayonot berdi va dunyo qurultiyining bu vaqtdagi xalqarada olib borayotgan harakatlarining to'g'ri bo'lganligini bizlarni hamkorlashayotganligini ifoda qildi bu yerda. Şunun Xitoy buning chidamay chunki g'arb davlatlarining zaten Xitoy har zaman bu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni Xitoy g'arbning o'yini, CIA'ning o'yini deb tasvirlab bir qism hukumatlarni va bo'lib musulmon davlatlarni qoyil qilishtirishib o'zidan birga minishga aldab va yoki ular bilsimi manfaat bedeliga Xitoy bilan o'xshash bo'layotgan vaqtida va o'zining xalqini bu hukumatlarning vasitasi orqali beshiqtirishayotgan bir vaqtimizda bunda bir xalqaro ta'siriga bir organning chiqib bunda bir tashabbus qilishingizda Xitoy cho'chityapti. Shuning bilan Xitoy buningdan qo'rqib chunki agar ashna bo'lib musulmon dunyosi qo'zg'alib ketsa, xalq qo'zg'alib ketsa bu shu davlatlar uchunmi, shu davlatlarni boshqarayotgan obyektni biz ismlarini atagan diktatorlar uchunmi bir xavf bu. Shuning uchun
Xitoy bu yerda bu davlatlarga besim qilgan bo'lishi kerak. Iroq hukumatiga masalan uning oldida e'lon qilgan bir bayonotida Iroq hukumatimi bu yer shari imomlar konseyining odamlari bilan sizlar bunda bayonotlar bermanglar Xitoy bilan bizning munosabatimizni buzdi deb qattiq besim qilib yuqori darajadagi amallarni besim qilibdi. O vaqtning o'zidalarmi yo'q bu bizning majburiyatimiz deb maydondan voz kechmagan ularga og'ir besim bo'layotdi. Shuningga Xitoy hamda buning da bu qatimqi bu imomlar kengashininki e'lon qilgan bayonotidan keyin Xitoy yer shari gazetida bir maqola e'lon qilib yuzini yana bir qatim rasvo qildi. Chunki bu oldigan dunyo qurdi. Dolqin Aysa bular yolg'on ma'lumot berib oldigan bular pushaymon qilib yondirib oldi deganga. Ama tönögen yana bir bayanat verdi ularning. Demek hiç kaçan Xitoyning yoki Arab xabarlar deydigan bir gazetni ular bilan ziyorat qilgan emaskan, hatto Xitoy 25 kvadrat metrlik kichik bir ishxonasi bor ekan, deyish orqali tashkilotni kichik tushirmoqchi bo'lgan gap. Ammo unda bir u degan yerda unda bir adresim yo'q ekan, ularning yo'g'on binolari bor ekan. Ondan keyin ular mushu pandemik başlangandan keyin o idaresi emas, öyle işlevetipti. Adam mı yokken yani işxonasida adam mı yokken hazır. Bunda bir şaraitin üzerinde muşlarning hammasini birdan paş qilib Xitoyning global bu yer shari gazetininki bizga javob berdi tönögen. Xitoy yana bunday qilganchaqningizda mush olimpikning oldida bir qatim bo'lsa-mu shu nimani besish uchun bütün yolg'onchilik va bütün rezilliklardan voz kechmay har xil usullarni Uyg'urlarga ishlatib qolgan usulni xalqaroga ishiltaman deganda ular yana bir qatim pash bo'lib naq o olimpik boshlanishi 3 kun qolgan chaqda ular ikkinchi bir bayonotni berdi. Shundan bilan yana bir qatim bir Xitoy bu yerda o'zining qadar yolg'onchi yani matbuotlardan tortib qattiq yolg'onchilik bu dunyoga yolg'on xabar taqdidan iborat bu nimasini isbotlab qo'ydi. Ya'ni bir xatoni o'zining bir jinoyatni yushirman deb bir xabar taqdib ya onun üstüne onu yuşurman deb yana maqsadib her xatolikda, her yolg'onchilikda yangi bir yolg'onchilik bilan o'zining mohiyatini oshkorladi. Bu bir yaxshi avval bo'ldi deb o'ylayman men. Yağancının quyruğu bir tutam degandek. Tutam. Şu, Elşad Hasan Efendi bu qitimqi Olimpikda Xitoy hukumati 2 Uyg'urni ko'tarib chiqdi. Birisi G'uljuloq Mehmet Ömer degan pishqadam Kompartiya a'zosi, Xitoy hukumatining aytis sodiq bo'lgan bir inson. U shu mashal ko'tarishda 4-chi odam bo'lib, Beijing berib bu Olimpikning mashalini ko'targan. Xitoy matbuotlarida bu efendimning aytdi maqtab, qolgan bu efendimning aytdi faqirlanib o'zining 2017-yili Xitoy hukumatining alayida bir mukofot berganlarini tilga olib, ya'ni Xitoy hukumati Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizgan yili bu adam mukofot topdi ekan. Şuna aytib faqirlanib so'zganligi o'tirib qo'yildi. Uningdan sirт yana 20 yoshlik Dinligar Ilhomjon degan yosh qiz dalida chang'a telishda buning musobaqa qatnashgan. Ama Xitoy hukumati bir tarafdan hozir Dolqin Aysopan degandek musulmon dunyosini aldab, g'arb ellariga hujum qilib, o'zining tashviqotini xuddi Uyg'urlarga nihoyat yaxshi muomala qilayotgandek, amaliyotda yana Uyg'urlarga hozir qarsak chag'andimi majburlab Xitoy kiyimlarini kiygizib ejra usuli deydi, Xitoycha dapchag'izib, javoblarni tanqidlar bilan tugizib, hozir Uyg'urlarni majburiy chag'an tabriklaydigan vaziyatga kirgizib qolganligini ko'rib turibmiz. Yana bir jihatdan lagerlar o'z peti turgan majburiy emgak davomlashmoqda. Ya'ni Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatida garchi mashinaga kelgan bo'lsa-mu, uningda hech qanday bir cho'ng o'zgarishning yo'qligini ko'rib turibmiz. Bunda bir mezgilda sizningcha bu 2 Uyg'urni bu olimpik saknisiga chiqarish orqali Xitoy hukumati nima qilmoqchi? Ya'ni xalqaroning ko'zini bo'ymoqchimi? Albatta shundoq. Xitoyning maqsadi xalqaro ko'z bo'yamchilik qilib, Uyg'urlarmi mana bu olimpikka qatnashdi degan bunda bir signalni berish, ham shu orqali Uyg'ur milliy qirg'inchiligining mavjud emas deb uni inkor qilishga urinyapti. Oldi bilan Mehmet Ömer buningga G'ulja Jiliz nahiyasininki 10 yar yezan yana Bülükeydi bu adam. Bülükeydi mening akam, Zikriya degan akam shu yerda yashaydi. Onunga men 2014-yili bir qitim posilka sağandım. İkimiz tang cho'ng bo'lgan bir uyda. Shu posilka sağsam o'g'lini tutib, shu posilkani ag'in bag'a vaqtida urib, qiynab saqchilar. Bir aydan keyin qo'yib berdi. Shundan keyin u akam bilan aloqa uzilib qolgan.
Hazır anlaşımça onun ailesideki 3 oğlu. Yani özüm o lagerda dep anladım. Şu akam Onyar yani şu Bülükey'de. Yani şu Mehmet Ömer'nin yazısıda. Bu birincisi. Menenki o Beijing'e berip Olimpikninki bu meşalni kötegen bolsa mening akam qayerda? Bununla bir cevap verelemdi bu adam. Bu birincisi. İkinciden bugün yana bir haberini gördüm. Bizning Amerikada biz bilan birga yashayotgan yana bir yosh bizning safga qo'shilgan necha yil bo'ldi. Bir dangliq ziyolilarimizning o'g'li, yana Yalqin Ro'zning o'g'li Kamal To'rikninki 2008-yildagi Beijing Olimpikda shu mashal ko'tarishga saylanib shu yerda ko'targanligini ham bugungi kunda o'zininki yana 2008dan 22 kelgan vaqtida meşal kötürüş emas, dadısının izdirgini kıvatkan bir Xitayga karşı bir erkin jangchi bo'lgan şu sergüzeştlerini bugünkü NBC'ninki o deyme xabarda berdi. Bu demeklik 2008'de şu meşalni ko'targan Kamal To'rik inimiz bugünkü kunda o'zining dadısı yani bir meşhur ziyolini izdash şu günge tushib qolgan ham uning dadisini biz ko'rdik Yalqin Ro'zi hurmatli bir ziyolininki 10 necha yil kesilib ketib hozirgacha izdiraksiz qarong'i zindon deyotganligini ko'ryapmiz. Endi bugun bu mashalani ko'targan Mehmet Ömer atugin uning bolasimi uning jasdinizdamdi uning nardliginizdamdi buni xudo biladi. Buni xudo biladi. Xitoyninki qanchalik vahshiyligini biz ko'rdik. Onunla bazılarımız şahit bulduk ve şunun zihniga zahmisiga uçurdu. Mesela Kamal To'rik inimiz şununki en çok aile boyunca Xitoyninki en qabiy ziyonkashlik uchirgan. Dadisidan ayrılıp kaldı. O'zi bu yerda yashayotdi. Kunda singlisi ishkisi izlayotdi. Endi Uyg'ur qizininki kelsak, o qizga o'xshashla bir tanlash imkoniyati yo'q menimcha. Mecburi qatnashdi. Qatnashib bu musobaqa ham qanday bo'ldi uqmaymiz, ammo Xitoyning maqsadi o qizning qatnashishi, bu yerda natija ilishidan bakarak tashviqotdi. Bu yerda bir Uyg'urning borlig'ini ko'rsatish, shu orqali Uyg'ur milliy qirg'inchiligini inkor qilish. Ammo buningda hech qanday natija qozonmaydi. Chunki chet elda biz ko'ryapmiz. Mayli Amerika'nın meydanlarında bolsun, mayli İstanbul'un meydanlarında, Xitay elçixanının aldılarda, Qazaqistan'ın Almaty'ninki Xitay elçixanasının aldıda, Avrupa'da Amsterdam'ın meydanında, Germaniyanınki Xitay elçixanasının aldılarda, mınlıgan, 10 mınlıgan Uygur Qazaqlar, dadam keni, adam keni, singlim keni, inim keni, balam keni, erim keni, xotinim keni, deb özünün urug' tuqqanlarini, en yakın qarindosh do'st birodarlarini izlayotdi. Bunda bir sharoitda Xitoy bir ikki haykal sifatli yoki bir mashina odamdek bir qo'rchoq chiqarish orqali Uyg'urninki bu milliy qirg'inchiligini inkor qilolmaydi. Menimcha hech qanday bir ahamiyatga ega emas, aksincha Uyg'urlarni tig'im uyg'otdi. Bu aldamchilikning kaynida tig'imi cho'ng suiqasdning borlig'ini Uyg'urlarning samiga soladi. Har qanday Uyg'ur buning bilan tig'im sagaklanishi lozim, ham sagaklandi deb qarayman. Rahmat. Dolgan İsa Efendi, elbette Olimpik içilişten 4 gün burun 2. ayının biri yana Xitoyning çağını bo'ldi. Bu qitimqi çağında hem de 2017'nin beri elbette Uyg'urlar hech qanday o'zining milliy diniy bayram kunlari, masalan Qurban Hayit bo'lsin, Ro'za Hayit bo'lsin, hatto milliy bayram Navro'zlar bo'lsin, o'tkazishlari cheklandi. Har qanday diniy faoliyat, asabiy diniy harakat deb jinoyatlashtirildi. Hem bugün kunda Uyg'urlar o'zining tilini so'zlamaydigan bir darajaga kelib qolgan chog'da Xitoy hukumati bir tarafdan Uyg'urlarning noyda baxtli qo'shal yashashini tashviqot qilsa, yana bir tarafdan o'sha chet ellik YouTube'chilarni setib olib ularga pul berish orqali ularni olib Uyg'urlar majburiy emgak yo'q, Uyg'urlarda irqiy qirg'inchilik va yoki lager yo'q degandek Uyg'urlar mana Ardocho'da
Dabazada usul oynavadı o. Senem gidesavatdı, mana dapçepni aydı qo'shal degandek tashviqotlarni qo'yadi bu Xitoy hukumati albatta yaqindan beri. Bu chag'anda endi qarasangiz endi nurg'un endi sin ko'rinishlarda Uyg'ur xalqining shu Xitoydaklarmi hozirgi kunda. Xitoyning chag'an bayramini Xitoycha kiyinib, changchilcha kiyinib, naqsh etayotgan, usul o'ynayotgan cho'nglarlam emas, hatto uşaq ballamı, hatto mushu sovuqda bizning Uyg'ur xonim qizlarni biz Xitoyning chepo kiyimlarini kiygizib, teshida paraddan o'tkazib mangan shunday ko'rinishlarni qilyapti. Sizningcha Xitoy mushundaq majburlasa Uyg'urlarni. Sizningcha Uyg'urlar endi asta-asta Xitoyning shu madaniyatni qabul qilib o'zining tarixdan buyon davomlashtirib kelgan go'zal madaniyatni tashvitish mumkinmi? Bu yerda shundoq ichinishlik manzillarga shohid bo'lyapmiz. Az bo'lsa-mu Xitoy tashviq qilish uchun ba'zi sinovli ko'rinishlarni yo'l o'stirdi. Bularning boshqa tanlashi yo'q endi. Chunki biz davomli bir qancha million, 2 million, 3 million, 4 million adam jazo lagerlari deymiz, ama bütün Uyg'ur xalqi, bütün Qozoq xalqi, bütün Sharq Turkiston bir usti uchuq turma. Siz turmada bo'lsangiz, siz u yerda gundupaylarning deganini qilasiz. Yani tanlash huquqingiz yo'q. Shuningga bütün bir Sharq Turkistonni bir turma. Biz buni xalqaro matbuot qilishda da'vatimiz, har yerda da'vatimiz. Shuning uchun turmadagi insonlar bütün Uyg'ur hozir go'raga ilingan vaziyatda, turma so'langan vaziyatda. Bir qismlari to'miy qapazlik so'langan turmada, qolganlari üstü uçuk bir turmada. Şunun için ularni rad qilish veya qilmayman deb reaksiya bildirish huquqi yo'q. Erkinligi qo'ldan ilingan bir vaziyatda. Şunun bularni to'g'ri tushunamiz. Boshqa chorasi yo'q. Bo'lmasa ikkinchi oyda bu sovuq vatan. Bunda sharoitda yelin ko'ynakli bilan 5 ishib qolgan, qancha nerv kesilib olgan insonlar bo'lsa-mu, uni qilishni xohlamaydi. Ama ular nayt xo'shal kayfiyatda boshqa chorasi yo'q. Chunki ya o'lidi, ya shu usulni o'ynash kerak. Yani bu şekli cihetten Xitoy 70 neçe yıldan bu yan Şarkı Türkistan'ı ıslah kılan, müstemlik kılan 70 neçe yıldan bu yan biz köken tunca hareket emez. Bu ne? Biz kiçigimizden taatip, biz ay başlangıç mektep girsek, biz gibi gilaslık hungşobun dep gilaslıklar takığız arkalık. Aşu Xitoy'nın ki Leypin, Dong Sungri koyuş haydıgan kahramanlarını bizden ders kitaplarımızı koyuş arkalık. Muşu mengiyüş arkalık Uygurlarını Xitoy medeniyetinden zok alıdığan veya ki bu mesela Xitoy bilen okşaş bir xalqdagidek mengiyüş hareketlerini hep bakan ama 70 neçini qarasa qalbi qılanmadı. Qalbi qılanmadı. Yani qalbingizga işlemese hakikaten millet bunu tuluk kalısını ötküzüp bir kabul kılmasa o şekli nesle vakitlik amalsızlıktan kıldıgan gel. Amalsızlıktan. Xitoy bu bugün insanların yüzünün talışı koymadık mecburiyetten kıvatkan dikin o işçide de hep deydiğen bir intikam duygusuyla kılıdı o işte. O kimlerini? O kıvatkan işlerini hep bir gün vay Xudayım deyip durup Allah'ı yalvarıp durup ve işçide bir intikam duygusuyla kılıdı. Bu zorlaşla onun medeniyetini kabul kılış emez. Tekimi onun karşı narazılık buldurmuş, nefret kıldığın duygusunu şekillendir dep oylayman. Çünkü bizden kiçigimizden tartıp biz kiçik vaqtimizda unda mecburlab kelgizdigan, unda qildigan ish yo'qdi. Unchalar emas hozirgidek. Shunda bo'lsa-mu biz qabul qilmaganmiz. Ya'ni xalqimizning qabul qilmaganligini ko'rdik. Ammo hozir texnik mumkin emas bu narsa o'zimizning milliy madaniyatimizni yo'qotadigan va Xitoyning bu madaniyatlarini qabul qilib ko'ngildan qildigan unda bir vaziyat yaratmaydi. Bu amalsizlikdan bo'lgan hodisa deb o'ylayman men. Elshad Hasan Efendi bu 2. ayının 5. günü yani G'ulji qirg'inchiligining 25 yilligi endi. 1997 yılı 2. ayının 5'i Xitoy hukumati tinchlik bilan namoyish qilgan G'uljining yoshlarga askar avatib qo'rg'onlik bilan bostirgan bo'ldi. Nurg'un Uyg'urlar, necha yuz Uyg'urning o'lishiga keyin ham yuzlagan Uyg'urlarni ular o'lim jazosi berdi. Nurg'unlarni minglaganligini kesgan bo'ldi. Toki hozirgacha nurg'un Uyg'urlar shuningdan keyin Xitoyning turmusida yotgan bo'ldi. Sizningcha bu 97-yilki bu Uyg'ur yoshlarning Xitoy hukumatining shu diniy jihatdan bo'lsin, milliy jihatdan bo'lsin, shu zamondagi bostirish qarshi tinchlik bilan elib borgan harakatini nima uchun shu zamonda shunchalik qattiq bostirdi deb qaraysiz?
Çünkü Xitay medeniyet inqilobidan keyin abaq savol bilan bu amaliyotda azroq tutishidi deb qarayman. Oldida siz Dolqin Isa apandimdan so'ragan. Medeniyet inqilobida xuddi hozirgi o'xshash Xitoylar Uyg'urlarni cho'chqa oqqizgan, mechitlarni taqib etgan, hatto yezig'imizni o'zgartib, yangi yeziq degan latin yezigi bilan kunda Mavzudongning uzundilarini yodlirg'izgan. Ko'ch-ko'chlarda yodlatdik. Lekin Xitoyning bu medeniyet inqilobi tugidi, Xitoy o'zining yo'lini topishning tantirab qolgan vaqti. Ba'zilar buni ilki ishni ichib o'tgan siyosati deydi. Shaxsan men uni Xitoy yo'l topolmay tantirab yurgan davri deyman. Shu davrdan fursatdan foydalanib, Uyg'urlar o'zining madaniyati, o'zining e'tiqodi, shularni asli keltirish, taraqqiy qildirishga o'tdi. Shuning bilan G'uljida mashrab boshlandi. Şu vaqtdagi ba'zi odamlarningki ishratlarga berilishi to'saldi, jamiyat tuzilishga boshladi. Shuning bilan Xitoyning bu yerda naiti Xitoy cho'chidi. Chunki Xitoy azaldan bu hokimiyat xalqni butunlay o'z kontrolligida, o'zining boshlagan yo'liga, o'zining qo'ygan tafakkur yo'liga menishga ruxsat qiladi. Boshqa hech qanday erkin puhradan chiqqan yoki bir millatning o'zining madaniyatidan kelib chiqqan bu xil jamiyatni tuzash, jamiyatni idora qilish, bu xil mana degan vaqtda hozirgi zamon g'arb demokratiyasining prinsipi bo'yicha civil society deganiga o'xshash bunda shakllanishni xohlamaydi, qo'rqidi. Shuning uchun mashrab chiqib, Uyg'urlarni yetaklab va ularningki madaniyatlar emas, e'tiqod hamma jihatdan kuchlantirib mangandan keyin Xitoy qo'rqdi buningdan. Oldi bilan hattoki shu vaqtida G'uljining ko'chalarida balla futbol tepib, chiniqishga atiganlik yurgasa, shuni mi to'sidi? Shuning uchun bular qonliq bostirdi. Bu yerda yana bir bostirishdiki, bir narsa Xitoy azaldan Uyg'urdan bir xil bakcho'ng andishda. Shuning uchun bu andishini, bu Uyg'urlarning o'zining jamiyatini, o'zining madaniyatini asliga keltirish va o'zini o'z idora qilish bu iqtidoridan dahshat cho'chdi, dahshat qo'rqdi. Shuning uchun G'ulja 5 fevral bu Xitoynimi mana degan vaqtida siyosatni o'zgartirishga, texim vahshiylik mengishiga bir yo'l ochdi, ammo Uyg'urlarni qaytadan bir silkindirib, o'zining taqdirini izlashga ve bu yolda her qanday qurbonlik berishga tayyor bo'lmasa, bu yo'lning boshqa yo'lning yo'qligini amaliyotda G'ulja shu 5 fevral birinchi qatim bir ko'rsatgan. Chunki biz agar azroq aslab o'tsak, fevraldan keyin Xitoyninki 7 nomerli hujjati, ya'ni Jiang Zeminninki atalmış bölgünçilik qarshi rasmiy yuzunda yo'lga qo'yildi. Shuning bilan keng ko'lamda bostirish şu G'uljidan keyin boshlangan. Albatta 97-yili, yana 1991 Sovet ittifoqi payçinilib, bizning atrofimizdagi qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkiya musulmon xalqlarini so'z oldiga bir mustaqil davlat qurdi albatta. Xitoymi shu chog'da albatta kompartiya balkim Sovet ittifoqi o'xshash yiqilishi mumkin. Xitoymi payçinib ketishi mumkin degan zo'r andish bor albatta. Dolqun Isa apandi bu G'ulji voqeasida albatta Xitoy hukumati ishki tashqi omillar sababidan Uyg'urlarni ait qattiq qonliq bostirgan bo'ldi. Uning badalini hozirgacha Uyg'ur xalqi to'layotdi. Uning 25 yil bo'lgan bo'lsa, hozir masalan 20-30 yosh kirgan Uyg'ur yoshlar bo'lib chet elliklar bu to'g'risida jiq bir narsalarni bilishi notayin. Ammo ko'pincha Uyg'urlarning o'sha 20-30 yoshdagi yoshlarning ko'gini 2009dagi Urumchi qirg'inchiligi bo'lsa masalan ya ko'rgan ya anglagan uni. Ondan keyin ham 2017dan beri elib berayotgan bu irqiy qirg'inchilik bilan bildirgan. Nurg'un Uyg'urlarning yoshlarning kallasi balkim uning ilgirki xotirasi bo'lmagandan keyin burun unda vahshiy emas Xitoy hukumati deydigan bir xiyollar bo'lishi mumkin. Sizningcha albatta bu Xitoy hukumatining ya'ni 2017-yildan boshlab irqiy qirg'inchilikni yurgizishdan burun masalan Xitoy hukumatining ilib borgan bir qancha shunday cho'ng qirg'inchiligi borida bo'ldi masalan 90-yili 2014 yakanda bo'ldi degandek shunday bir qirg'inchiliklarni ep bordi.
Şunun sizningcha bu hozirgi Uyg'ur yoshlarga masalan sizdan endi deydigan qanday bir so'zingiz bor? Ya'ni Xitoy hukumatining bu tuniganlar Uyg'urlarni endi biz bir taraf qilaylik deb ilib qolgan bir harakatning emasligi, bu azaldan mushundaq ishkanligi ve yoshlarga deydigan qanday bir so'zingiz bor? Rahmet, yaxshi bir nuqtani eskerttiniz. Ete bu G'ulji qirg'inchiligining 25 yilligi. Bu siz mi dep o'tgandagidek bu zulm qandaqdir nurg'unlagan insonlarning kallasida chet elliklarnikilar emas. Çünkü biz nurg'un xalqaro matbuotlar bilan va yoki yig'inlar vaqtimizda nima uchun bu 2016 yildan boshlab tuyuqsizlar Xitoy Uyg'urlarga mundaq bir besim yoki qirg'inchilik olib boryotidi deb so'rab qoldi biz deymiz. Bu tuyuqsiz bo'lgan narsa emas. Xitoyning bu Uyg'urlarga Sharq Turkistonda olib borayotgan bu qirg'inchilik 1940 yili biz mustamlika boshlangan vaqtdan boshlangan. Faqat shakli o'zgardi. Ba'zida Xitoy maska taqib biroz yumshoq shaklda bilan, ba'zida qattiq shaklda bilan bu shunaqa do'lqinsimon qilib kelgan. Bu Xi Jinping chiqqandan keyin bu maskasini elib o'zining haqiqiy qiyofatini o'tirib qo'yganlar bir farq bor bu yerda. Dedik shunga o'xshash bu yerda hamda bizning hatto bir qism yoshlarimiz siz degandagidek G'ulji qirg'inchiligini ko'rmagan. Uning oldida u 1980 yil bizning 10 necha yosh vaqtlarimizda Oqsuda, Qashqarda, Qog'liqlarda shunaqa vaqalar, qirg'inchiliklar bo'lgan. Ba'zilarini biz kichik anqiranmagan nima bo'lgan deb, ammo biz o'zimizning aqlimiz chiqib 20 yoshga vaqtlarimizda Barin inqilobini ko'rdik, uning shohid bo'ldik. G'ulji qirg'inchiligini ko'rdik, Urumchi qirg'inchiligini ko'rdik. Deganingizga 20 necha yoshlik bolalar bu qirg'inchiliklarni ko'rmadi, ammo ko'rmisimi buni biladi deb o'ylayman. Nimishqa? Chunki chet ellik Uyg'urlar. Biz shuning uchun her yili 1997 yildan boshlab va 1990 yillardan boshlab boshlangan shu Barin inqilobi, G'ulji voqeasi, qirg'inchiligi 2009'daki Urumchi qirg'inchiliklarning hammasini bütün teşkilatlar, dünya her yeri zaten bu doğruluk şunun hatırı küllerinde bayanatlarını ilan kılımız bütün dünyadaki teşkilatlarını, halkımızı namayişlerini orlaştırış arkalık, şuvarlarını toğulaş arkalık, torjigillerini ötküzüş arkalık, bayanatlarını kılış arkalık, matbuat yığıllarını ötküzüş arkalık, muşlarını hatırlayıp kivatımız. Maksat, muşunu unutulup kalmaslık. Bu zulümün yeni bir zulüm bulmağanlığını devamlı eskertip duruş. Şununla yani biz 97 yıl 25 yıl şu G'ulji qirg'inchilik başlangan vaqtida ben Germaniyadagi vaqtim şu bir yıl oğa vaqt kelgili 6 ay oğa vaqt. Şu vaqtimizda şu vaqani anlaplan biz namoyishlarni boshlagan bu yerda. Demak, u vaqtda mening bolalarim tug'ilmagan, o'g'lim tug'ilmagan, ammo 4-5 yoshda namoyishlar qilib qildik. Hech bo'lmasa u her qatimliq 20 yilni yo'q uzluksiz davomlayotgan shu namoyishlar faoliyatlar bilan G'ulji qirg'inchiligini biladi. Yani müşteri bir qirg'inchilikning bo'lganligini biladi. Demek bunda hareketler pek mühim hem de. Şunu biz bu qatimki 25 yılligini şu Beijing olimpik erkek qirg'inchilik olimpik mi degiz kelmaydi insanın bu olimpik emas. Qirg'inchilik o'yini hem de bu. Qirg'inchilik o'yini. Bu qirg'inchilik o'yini bilan o'xshash bir kunda bu dunyoga taqdim qilishga, dunyoni shu ikki kunni birga xotirlashga chaqiriq e'lon bugun nurg'un davlatlarda namoyishlar, har xil to'g'ri faoliyatlar bo'ldi. Yani devam kıldı bir qancha kun bu narsa. Ba'zi davlatlarda ati bo'ldi. Hamda bu yerda shuni bir bog'lash kerak. Chunki G'ulji qirg'inchiligi bilan bu olimpikning biraz bağlantısı var deb o'ylayman. Chunki bu yerdan Ilshad Hasan efendi biraz deb o'tdi, mashrab masalasini deb o'tdi. Buning mashrabninki qo'zg'algan vaqtimizda bularda shu G'ulji yoshlari shu vaqtimizda 94-95 yilda futbol bilan boshlagan bunchu. Futbollarni o'ynab, qilib, maydonlarni qurib, hareketlerini epirip kısa, keyin ahırda Xitoy hukumati shundan qo'rqib maydon bermaydigan bo'ldi. Keyin o'zlari maydon yasadı bular futbol maydonlarini, G'ulji yoshlari. Maydonlarni yasab, o'zlari shu futbol o'tkazsa, keyin bu maydonlarga suv qo'yibdi mesela Xitoy. Suv qo'yib etib, hatto futbol o'ynash qilmini qilmadi. Demakchi o'qidimiz, Xitoy bugun dunyoga xuddi hareketni so'ydigandigidek, olimpik sahibi qilgandagidek, nayt hareketga, nimaga xushta bir davlatdagidek ta'sirot berishga tirishyapti ama bunun 25 yıl ilgili şu terren hareket bilen bir futbol oynayman, yugurman, beden çiniqtirman degan insanlarımızı bu haklarını qo'ldan elib, en ahırda G'ulji voqeasining shu qirg'inchilikqa sabab bo'lgan avvallarninki, yani xalqning noroziligiini qo'zg'agan avvallarga sabab bo'lgan. Shuni kelib chiqishi, shunga tutishidi. Qilib 25 yilning ilgari bir qirg'inchilikni olib borgan,
qirg'inchilikni hep bağlan. Bugün sen o qirg'inchilikni xuddi dunyo Uyg'urlar unutib qolgandagidek, hop Beyjingda xuddi dunyoga biz ten hareketini mana shundoq söyleyimiz, dunyoga xuddi ulgu bo'lgandagidek bir hareket kirishyapti. Bu mu bir aldamchilik hamda? Demak, bizning bu ikki irqiy qirg'inchilik ten hareketga norozilik bildirishimiz bilan G'ulji qirg'inchiligini xotir ko'zini eslashimizmi dunyoning diqqatiga yangi bir 25 yil ilgirki bir qirg'inchilikni taqdim qilish ularning diqqatini tortish nuqtai nazaridanmi ahamiyatli deb o'ylayman. Shuningga bizning yoshlarimizga deydiganimiz bu qirg'inchilik 2016-2017 başlanmagan. Sizler yaşlarımız yani bu namayışlar katnaşkan, bu hareketler boğanlar her yıl hatırlavatkan gidek. Bunun 25 yıl ilgiri, 30 yıl ilgiri, hatta 73 yıl ilgiri, 72 yıl ilgiri başlangan bir qirg'inchilik. Şunun her zaman sərgək duruşumuz gerek. Bizden muşu G'ulji qirg'inchiligida bo'lsin, Barin inqilobida bar qirg'inchiligida bo'lsin, Qog'liq Ko'say vaqealarida bo'lsin, 81-yilgi Aqsu vaqealarida bo'lsin, Xotan qirg'inchiligida bo'lsin, Yakan vaqealarida qirg'inchiligida bo'lsin, shularning hammasida ne eslab turish kerak. Bularni o'rganish kerak. Ve bizning milliy ve chet eldagi milliy inqilobimizning jarayonlarini o'rganish kerak. O'rganish kerak ki bu bugunlam şaşırıp çıkıplan başlangan bir inqilab emasken deb bunu bugun vaqtimizda ondan keyin bu da'voning qanchalik tasligini ve nelerden neler kelganligini ve dunyoning mu bugün bu meselege de yani bugün bu Uygur irqi Uygur meselesi dünyanın mühim gün tertibini orlaştırgan bir meselege aylandı. Tuyuksuzdan bo'lib qolgan bo'lmaganligini buning uchun bizning hozir hayotda bo'lmagan o'lib ketgan nurg'un rahbarlarimiz va liderlarimiz va O'rta Osiyoda, Turkiyada, Amerikada, Yevropa, dunyoning ham yerida mushlarning şu vaqtdagi cheklik imkoniyatlarda ep qolgan nurg'un kurashlar var. Shularni eslashimiz kerak, shularni xotirlashimiz kerak. Yani o'zimizning inqilob tariximizni o'rganmagan vaqtimizning o'zida, yiltizimizni bilmagan vaqtimizning o'zida bu çoğul to'p qoldi, qalaymagan bo'ldi, fikr ixtiloflari kelib chiqadigan gap, qalaymagan so'zlaydigan gap, shuning bilan problem kelib chiqdi. Shuning yoshlarimizga milliy inqilob tariximizni, vatan ichidagi qirg'inchiliklarning tarixini va chet eldagi milliy mujadil tariximiz, milliy kurash tarixlarimizni yaxshi o'rganishimiz kerak degan tavsiyani qilaman. Rahmat. Ahir sual Elşad Ersen Efendi hazır elbette hazır Uygurlarning özünün tarihi bo'libmi şu Xitoy hukumatining Uygurlarga ilib borgan qirg'inchilik tarixini unutmaslik. Nurg'unlar endi bu dunyodan ayrilib ketdi. Endi nurg'un Uygurlarning rahbarlari yaqin 4 yildan yoqi nurg'un Uygur ziyolilar lagerlarda o'lganlar bo'ldi masalan. Hozir Xitoy bilan solishtirsak, masalan Xitoy hukumati o'zining shu maktabning textbooklarida, kitoblarda masalan Apyon uğraşıdan hatta başında. Mesela o 200 yılı bolayda kaldı mesela de. O vakaligi. Mesela Xitoydan sorsa mesela Apyon uğraşını xudu tüneyen köygəndək sözləb berələydi. Yapon uğraşını texmabdan bildi. Hazırlıqçı mesela şu sebepten Xitoy xalqı Yapon xalqını düşman deb qaraydı. Şunu sizningcə məşəndə Uygurlar özünün inqilabi tarixini, yəni 5-ni ötən ısıq soğuqlarını, elə qırğınçılıq bolsun, oxşaş bolmayan siyasətlər bolsun, Uygur xalqından şu tarixini bilishning ahamiyati bo'lib yoshlarga qanday bir cho'ng ahamiyat bor deb qaraysiz? Abay Dolqun Isa efendim degandek naiti muhim ahamiyatga ega bo'libmi chin tarixni bilish. Shuningda qisqa elib etgan vaqtida tarixdagi savoqlarni yakunlab, xatoliklarni oz o'tkazib, xalqni hozirgi bu milliy qirg'inchilikdan qutuldirib yani bir Uygur'unki qayta güllünüş, erkinlikki erişiş, şu müstakillikka ega bo'ladigan şu kunga yetish uchun cho'qim tarixni bilish kerak. Masalan, hozir siz deganga o'xshash Xitoy Apyon urushi, Yapon urushini o'zininki Xitoy hokimiyatiningki o'yi bo'yicha o'ydirib yasab chiqdi. Shuning uchun Xitoy xalqi mayli Apyon urushini bo'lsin, mayli Yapon urushini Xitoy Kompartiyaninki o'rgatgan tarixi bo'yicha o'rgandi. 2 kundan oldin men anglagan bir Amerikaning dangliq professorining bir Xitoy to'g'riliq leksiyasida mana bir so'zni angladim. U odam deydi, kommunistlar tarixning kelgusini ifodalashda nihoyat mahir deydi.
ular işençilik bilen kelgüsünü qanday qilamiz deb dalalaydi deydi. Ama ötüp ketken tarixini hiç kaçan özüm bilmeydi qanday bo'lganligini deydi. Bu gapning ma'nosi nima degan vaqtida mayli Sovetning tarixi olsun, mayli Xitoy Kompartiyaninki burungi tarixi hammasi 5 yil, 10 yilda bir o'zgaradi. Buning maqsadi nima deganda Xitoy xalqini va Xitoy Kompartiyasininki zulm ostidagi butun millatlarning kallasini yuyish. Bu yuyishga qanday qarshi turamiz degan vaqtida bizga o'xshash bir millat o'zimizning tarixini puxta bilish. Shu puxta bilgan vaqtida bo'libmi bizninki kurash yo'llarimizni mayli birinchi jumuriyat bo'lsin, mayli ikkinchi jumuriyat bo'lsin, nima qanday natijalarga erishdik, nima uchun oxirsida mag'lubiyat kuchirdik, nima uchun bugungi kunga qoldik, buni yaxshi chinlik bilan o'rganish kerak bu tarixni. Bizning oxirgi mustaqil bir davlat bo'lib turgan vaqtimiz butun Sharq Turkiston o'z ichiga ilingan Yakup Begninki badavlat Yakup Begning bu davri. Ondan keyin Manching qaytadan bizni Xitoyga qo'shib oldi. Mana degan Manching imperiyasiga ishg'ol qildi. Ham Xinjiang degan hozirgi bu ishg'oliyat ismini qo'ygan. Ama Jixlaning kallasida Yakup Begni tajovuzchi Zozongtangni Xitoy doim birlik keltirgan deydi. Amaliyotda Zozongtang tajovuzchi. Yakup Beg biz Türk kavimlerden. O adam bizle o'xshash tilda so'zlaydi. O'xshash e'tiqodda, o'xshash madaniyatda. Shuning uchun o adam bizning bu zaminni mustaqilligini oxirida saqlagan odamning yana birisi. Ham yaqinqi zamonga kelgan vaqtda 33-yilki Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining Sabit Tamulla Hacim mana degan vaqtida bugungi biz o Dünya Uyg'ur qurultiyininki ulini sağan adamlar. Nima uchun deymiz? Sabit Tamulla Hacim 33 yili shu yerdagi butun Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz bularni hammasini bir yerga akilib, Xotan, Qashqa, Aqsu, Kucha zamonaviy cumhuriyet kurgan. Bu İslam dünyasında birinci kurulgan cumhuriyet. İslam namida. Bu cumhuriyetni 44. yıldaki Sharq Turkiston Cumhuriyeti yana 11. ayının 12'si kuruluşu bilen onunla izbasarlık kıgalligini, onun varis ekanligini, onun davam ekanligini kıldı. Hem de biz Dünya Uyghur Kurultayı bulsak, şununki davamı, onun aldıda Sharq Turkiston Milliy Qurultay, Uyg'ur Yoshlar Qurultayi, o Sharq Turkiston Milliy Qurultay qatnashganlar kimlar? Shu ikkinchi jumuriyatga qatnashganlar. Ikkinchi jumuriyatda kimlar bor? Birinchi jumuriyatga qatnashganlar bor. Mana degan vaqtida Sharq Turkiston Milliy Qurultayi, shuning ichidagi rahbarlar qurultayning qurilishiga qatnashdi. Qurultay shu mashalni ilib bugunga akvatdi. Bu tarixni agar biz şu chinligi bilan o'rganmasak, xato yo'lga mangimiz, ixtiloflarni paydo qilamiz, nizolarni paydo qilamiz, Xitoy qorilib kelib, o'zaro nattalashlar bilan vaqtimizni isrof qilamiz, energiyamizni isrof qilamiz, bilmay Xitoyni xo'sh qilamiz. Bu ichinishlik bo'ladi. Shuning uchun har qanday bir Uyg'ur o'zining tarixini cho'qim yaxshi bilish kerak. Bu yaxshi bilish degan gap chinlik bilan bilish kerak. Navsa Dolqun Aysa Efendi, Elşad Hasan Efendi, bugungi suhbatga qatnashganlarga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishishga xushvaqt bo'ling.